nechinchi yilda naqd pul muomaladan chiqib ketadi? Un yo'q bo'ladigan yil. Bu faqat raqamlar emas, bu nazoratning yangi davri. Tasavvur qil, qo'lingdagi qog'oz kupyura endi faqat muzeyda qoladi. Banklar ham, hukumatlar ham naqdni yomon ko'radi. Sababi uni kuzatib bo'lmaydi. Har bir tranzaksiya iz qoldiradi. Har bir xarid tizim ko'zida. 2023-yilda Yevropa Markaziy banki raqamli yevro loyihasini ishga tushirdi. Xitoy allaqachon digital yuan bilan tajriba o'tkazmoqda. Avstraliya, Kanada va hammasi Markaziy bank raqamli valyutasi CBDC ustida ishlayapti. Bu sekin va jim yuradigan jarayon. Avval kichik cheklovlar, keyin limitlar. Keyin esa bir kuni kassa oldida naqd qabul qilmaymiz degan yozuv. Bu 2030-yilgacha sodir bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Jahon iqtisodiy forumi ochiq aytdi. Kelajak naqd pulsiz jamiyat. Shunday paytda naqd erkinlik ramzi bo'lib qoladi. Raqamli pul qulaylik, lekin qulaylik bilan birga to'liq nazorat keladi va shu nazorat sening qo'lingdagi eng so'nggi erkin tangani ham yutib yuboradi.